Mana blogerman, meni ham bir kunim kimgadir qiziqdir deb bir kunimni bo'lishmoqchiman sizlar bilan. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного. O'zi har kuni mashnaqa qoladi, prosta video chiroyli chiqishi uchun yig'ishtirdim-da. Ertalab soat 6 da turmagan bo'lsam ham shunaqa uyquga to'ymadim. Oldin maktabga qanaqa qilib men ertacha uyg'ongan ekanman. Soat 7 da o'sha maktabga ketishga tayyor bo'lib, choy ichib, multfilm ko'rishga ham o'spech qilgan bo'lardim. Ertalabdan hech nima yoqmasligi mumkin, lekin qizlarga ertalabdan makiyaj qilish juda ham yoqadi. To'g'rimi qizlar? Har doim men mas'ul, lekin ko'proq makiyajda yurishga harakat qilaman. Kech payt shunaqa 8 oyoq bosh xullas shunaqa bo'lib uxlagandim. Ertalab turib qarasam, takoy ukladka bo'pti-de. Mallamo, jingalamo jinga. Qizlar, sizlarga maslahat, doroga bogato ko'rinmoqchi bo'lsangiz, ukrasheniyalarni unutmanglar. Biz lift bilan yaxshi, ahil, inoq bo'lib yashashga harakat qilyapmiz, lekin har doim menga kerak paytda ishlamaydi bu. Onam ko'chaga yuqa kiyinsam har doim olifta so'qatmaydi, olifta qaltiriydi deydilar. Baxtimga quyosh chiqib ketdi. Bo'lmasam qoqib bo'lib, tarasha bo'lib qolardim bu sovuqda. Hamma narsani gapirib, qat'iy yetayotganimni aytmanman. Xullas, qizil pasportga topshirdim, yo'qotib, esingizda bo'lsa, o'shani suhbatiga chaqirishdi. Ular tuppoy. Meni Ruvidiga chaqirishgan, men pasportni stolga qo'yib olganman. Xudoyim. Ruvidiga borganimda videoga olish esimdan chiqib qoldi. Ham telefonimni ham olib qo'yishdi-da. O'zimcha o'qishga kelib, yaxshi student bo'lib o'qidim-da. O'qishdan chiqib, O'lmas Timur oldiga yugurib yetib keldim, chunki ular menga kitob sovg'a qildilar va Avval ahmoqlik qilmang, o'qiyman. dedilar, tayinladilar, endi o'qiymiz. Akam ozgina mazalari yo'ligi uchun больницаga yotqizgan edik. Ularni ko'rgani bordim. Onam ham shu yerdalar. Men akamni ko'rish bahonasi har kuni borib, akamga olib kelingan ovqatlarni hammasini yeb kelyapman. Nima qilibdi? Bitta norin jalkami? Shuncha produktivniy kunlarim qolib, eng zerikarli kunim bo'lishim men o'zi ham sizlar bilan. Uyga kelib massani berib yubordim. E'tiboringiz uchun rahmat. Bay bay.